Inverterning apparati ishlashini bitta ko'ring. Atiga $100 Optim sklad narxida qanaqa nabor olsalar bitta ko'rsatib o'taman sizlargacha bittadan like qilib kanalga podpiska bo'lib borasizlar. Birinchisiga Resanta svarishniy apparatimiz MMA 500 talik inverterning svarishniy apparati bo'ladi. Ikkinchisiga Koronnan оборот legirovkali 120 talik bolgarkamiz bo'ladi. Uchinchisiga elektropila nasatkamiz, xuddi shu bolgarka qo'yib elektropila qilib ishlatish mumkin. To'rtinchisiga Santexnika dazmolimiz 300 gradusli yaxshisidan bo'ladi. Beshinchisiga Koron оборот legirovkali drelimiz. 6-siga hamda kattagina ombirimiz, 7-siga hamilyon ochki svarka uchun, 8-siga bo'lsa turborezimiz, Santexnika turborezimiz. Polностью nabor 8 talik nabor bo'lyapti. Atiga $100 ga. Videoga like bosib, kanalga podpiska bo'lib borasizlar. Pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Bitta bosib yuboradigan joyi bo'ldi xo'jalikka. Buni ishlashini bitta ko'ring. Yetkili elektrodni bor, haydov hujjatini beryapti. Endi bitta kattaroq 4 elektrodni bitta qo'yib ko'ramiz. Elektrodni 2likdan tortib 4likgacha shovlat yoqib beradigan inverterning svarishniy apparatimiz Resanta 500 ta.